Tez yordamda ishlayman. Kun ora navbatchilikda turaman. Navbatdagi smenamda bir chaqiruv keldi. To'g'risi har xil voqea va vaziyatlarda yordam ko'rsatib ishlaganmiz. Lekin bu safargisi umuman boshqacha bo'ldi, deb gapini boshladi bir tanish shifokor do'stim. Biz doim 3 kishi yuramiz. Tez yordam mashinasi haydovchisi, mutaxassis vrach va yordamchi. Tez shahar chekkasidagi axlat yig'iladigan joyga boringlar. Axlatxonada ishlaydigan 2 yigit sizlarni kutib oladi. Shoshmasdan faqat o'zlaringga tegishli ishni bajarib qayting, deya buyruq berdi boshlig'imiz. Biz hamma kerakli anjom, dorilar va moslamalarni mashinaga joylab, chaqirilgan manzil tomon jo'nadik. Yo'lda ketib borardik-ku, lekin nega biz aynan axlatxonaga yana tez yordam mashinasida boryapmiz? Shu savol hech tinchlik bermasdi. Haydovchining ko'zlari yo'lda, biz esa jim o'tirgancha borardik. Mana, manzilga ham yetib keldik. Uzoqdan bir uyum axlat ko'rinib turardi. Bizni maxsus ish kiyim kiyib olgan 2 kishi kutib oldi. Ulardan biri axlat yig'adigan mashina haydovchisi edi. Qo'lidagi sigaretini tashladi-da, biz tomonga keldi. Hali gap boshlamasdan orqamizdan militsiya xodimlari ham o'zlarining signal o'rnatilgan mashinasida yetib kelishdi. Mana, hamma yig'ildi. Egnimizda oq xalat mashinadan tushdik. Lekin axlat uyum oldida oq xalatni nega kiyganmiz? Chetdan qaragan insonga juda kulgili edi. Xo'sh, bizni nima xabar bilan xursand qilasizlar? Savol tariqasida gap tashladi vrachimiz. O'sha ikkala yigitlardan biri jim holda qo'li bilan axlat tomonga ishora qildi. Biz tushunmadik. Axlat uyumi oldida jussasi katta, ustilari axlatga burkanib ketgan bir it yotardi. Nima, bizni kalaka qilyapsizlarmi? Shu it uchun chaqirdinglarmi? Veterinarni chaqirmaysizlarmi undan ko'ra? deya yana jahllandi vrachimiz. Shunda men gap so'zsiz tushundim. Lekin barchasi jumboqli edi. O'sha itga qarab sekin yura boshladim. Bir payt o'sha katta it tishlarini oqini ko'rsatib, past ovozda irillay boshladi. Men bunga uncha e'tibor bermadim. Yurishda davom etdim. Bir tarafdan tishlab olishidan qo'rqmasam-da, kindigimdan ukol olishdan qo'rqardim. It bekorga ko'kragini berib, axlat ustida yotmagan ekan. Itning oyoqlari orasida yarim tanasi axlatga ko'milgan chaqaloq yotardi. Yangi tug'ilgan, lekin hali tirik edi. U yig'lardi, faqat og'zini ochgancha, ovozi esa eshitilmasdi. Qo'lchalarini qimirlatgancha harakatlanardi. Boya aytganimdek, yarim tanasigacha axlatga ko'milgandi. It esa o'z tanasi bilan chaqaloqni isitib,
yuzidan tili bilan har zamonda yalab qo'yardi. Bu manzara juda ayanchli edi. Hech kim kafolat bermaydi-ku, it quturgan bo'lsa, o'sha chaqaloqni yeb qo'yish ham mumkin edi. Ortimdan ikkita militsiya xodimlari ham xavotir holda turishardi. U nima yemoqchimi? Ha, hozir yeb qo'yadi, desa birinchi militsioner. To'xta, jinnimisan? It chaqaloqqa tegmayapti. Aksincha uni o'z tanasi bilan istayapti, dedi ikkinchisi. Men o'tirib olgancha sekin-sekin itga yaqinlasha boshladim. Baqirmasdan va itni tinchini buzmasdan bolani olishni xohlardim. Lekin itga bu niyatimni bildirishim kerak edi. Aks holda it boshqacha tushunib, menga yoki bolaga shikast yetkazishi mumkin edi. Chunki it bolani ko'mib ketgan pastkash ona kabi hamma odamlarni yomon va noto'g'ri tushunishi mumkin edi. Yana tiriklayin ko'mib ketgani. Alloh jazoingni bergurlar. Itning ko'zidan shu payt nafrat, qasos, rahm va achinishni payqadim. Yon tomonlama sekin yaqinlasha boshladim it tomonga. Agar mabodo men tomonga otilsa, hech bo'lmasa yuzimni yashirishga ulgurarman degan xayolda edim. Bolaga qo'l uzata boshlaganimda itning o'rnidan turib yanayam irillay boshlashi kuchaydi. Men sekin axlatni bola ustidan qo'llarim bilan olib tashlay boshladim. Meni bu harakatimga it irillash bilan boqib turardi. Men xuddi minani kovlab olayotgan harbiylar kabi harakatlanardim. It esa meni qo'llarimdan hech ham ko'z uzmasdi. Tomog'imga nimadir tiqilganday bo'lar, yutinsam tomog'imda bilinib turardi. Yaxshi it, aqlli it, zo'r it. Mana ol. Pachoqlanib ketgan plastmassa qutiga termosdan sutni solib itni chaqira boshladi. Axlat mashinasi haydovchisi. Navbatdagi mo'jiza. Barchani oldida uzrini so'ragandek haydovchi gapida davom etdi. Oshqozonim og'riydi. Shu uchun sut olib yuraman. Suv o'rniga ham iloji boricha sut ichaman, dedi u. Qani kelchi? Kel, yaxshi it. Kel, sut ichib ol, dedi haydovchi. Bir payt it yana bir bor meni harakatlarimga nazar tashladi-da, keyin o'rnidan turib sut ichish uchun yaqinlasha boshladi. U juda ozg'inlashib ketgan edi. Ona it ekanligi shunday bilinib turardi. Menimcha yaqin atrofda bolalari ham bo'lishi kerak edi. Chunki so'rg'ichlari yangi tuqqan itning so'rg'ich kabi edi. It qizg'onish bilan sutni oldiga olib, mendan ko'zini uzmagan holda icha boshladi. Bir-ikki harakatda bolachani axlatdan kovlab oldim. Qo'limga oldim-da tizalagancha o'rnimdan turdim. Men tomonga qo'lida choyshabni olib olgan haydovchi kelib turgan edi. Men bolani choyshabga o'radim. Bola tirik edi. Lekin qorni ochligi shunday talpinishidan bilinib turardi. Tug'ilganiga taxminan 1-2 soat bo'lgandi chamasi. Shu payt
itning ko'z qarashi bilan yuzma-yuz keldim. Va unga qarashim bilan qo'rqma, hammasi joyida, xavotirga o'rin yo'q degandek shivirladim. U ham meni gaplarimni tushunganday dumini likillatib qo'ydi. Men uni noto'g'ri tushunganim uchun kechirim so'radim o'zimcha. Kechirasiz, doktor, bolani qayerga olib ketasiz? Savol berdi militsiya xodimi. Shahardagi bolalar uyiga olib boramiz birinchi. O'sha yerda qayerga olib borishimiz aniq bo'ladi, dedim. Unda biz ham o'sha yerga boramiz. Protokolga qo'l qo'ydirish uchun, dedi. Yoshi kattaroq militsiya xodimi boshidan shapkasini oldi-da, qo'l ro'molchasi bilan peshonasidagi terni arta turib, tishlarini g'ichirlatib, qaniydi, bolani tiriklay axlatga ko'mib ketgan o'sha ahmoqni topganimda edi. Uni o'zini mana shu axlatga tiriklay ko'mardim, dedi. Uni bu gaplarni eshita turib, mashina eshigini yopdim. Haydovchi mashinani yurgizdi. Biz jo'nadik. Shahar ichra ketib boryapmiz. Tez va jim holatda. Gapirishni hech kim xohlamasdi. Baqirgim, qorong'uda boshimni devorga urib, bunaqa bo'lishi kerak emas. Bo'lishi mumkin emas. Axir insonlar bunaqa yo'l tutishmaydi. Agar ular hali inson bo'lsa, degim kelardi. Mashinadan sekin tushdim. Bolani ko'tarib, qabul bo'limiga kirdik. Navbatchi vrach menga qo'limdagi bolani ko'rib, hayron qarab turardi. Men hali hech narsa demasdan, u doktor opa menga, qaysi axlat qutisidan chiqdingiz? Bu holatda bolalar bo'limiga kirishingiz mumkin emas, deya baqira ketdi. Lekin chaqaloqni holatini ko'rgach, qo'limdan oldi-da, birdan shoshilgancha ichkariga olib kirib ketdi. Hamma hujjatlarini taxlagach, sekin charchoq alomatlaridan tashqariga chiqdim-da, mashina eshigini ochdim. Mashinaga chiqqach, borib yuvinib olish uchun jo'nadim. Bunaqa voqealarni unutish juda qiyin, unutib bo'lmaydi. Axir qanday ona o'z tirik bolasini axlatga ko'mib qo'yadi? Allohim, o'zing adashgan insonlaringga yo'l ko'rsat. O'zing insof ber.